Bir paytlar fitna nazariyasi deb hisoblanadigan narsalar bugun rasmiy hujjatlarga aylanmoqda. Muhr bilan, sana bilan, familiyalar bilan. 3 million sahifa, millionlab fayllar va juda ko'p odamlar birdaniga bir xil gapni ayta boshladi. Men u yerda bo'lmaganman. Bu yerda prezidentlar bor, milliarderlar bor, qirollik oilalari bor va bularning barchasini atrofida aylangan xususiy orolga ega bo'lgan moliyachi Jeffrey Epstein. Bugun biz tasodifiy tanishuvlar haqida gaplashamiz. Sizlar bilan Davroni Faktor, xavfsizlik kamarlarini to'qing va biz boshladik. Jeffrey Edward Epstein amerikalik odam savdosi bilan shug'ullangan shaxs, pedofil, ketma-ket zo'ravonliklarni amalga oshirgan moliyachi. Epstein o'ziga elita doirasini shakllantirgan va kamida 1000 nafar voyaga yetmagan qizlar hamda ayollarni yo'llagan. Ular Epsteinning o'zi va uning sheriklari tomonidan bir necha bor zo'rlash va jinsiy zo'ravonlikka uchragan. 2020-yilda karantin davrida ko'pchilikda bo'lgan kabi menda ham bo'sh vaqt haddan tashqari ko'paygan edi. O'sha payti men soya ostidagi fitnalar mavzusiga qiziqishni boshlagan edim. QAnon, Darknet, odam savdosi haqidagi gaplar, bolalar savdosi, dahshatli hikoyalar, satanizm, adrenoxrom, bularning barchasi fantastika kabi eshitilardi. Bularning barchasiga ishonish qiyin edi. Deyarli umuman. Ammo kuzatish qiziqarli edi. U haqida ko'p gapirilgan. Uni avval ham bir necha bor hibsga olishgan. Ammo har safar u qandaydir yo'l bilan suvdan quruq chiqqan. Go'yo uning ortida haqiqiy javobgarlikdan qochishga yordam beradigan kuchlar turgandek tuyulardi. 2019-yilda unga nihoyat juda jiddiy moddalar bo'yicha ayblov qo'yildi va u qamoqqa yuborildi. Aynan o'sha paytda u bilan bog'liq yana boshqa gaplar ham tarqala boshladi. Go'yoki uning qo'lida mashhurlar haqidagi ma'lumotlar, nomdor ismlar, aloqalar va tafsilotlar haqida fayllar bor. Shundan keyin esa yanada ko'proq savollar tug'diradigan voqea sodir bo'ldi. U qamoqda o'z joniga qasd qildi. Bu bexosdanmi? Tasodifmi? Bosimmi? Ayniqsa bu holat o'sha mashhur fayllar yaqin orada e'lon qilinishi mumkinligi haqidagi gaplar fonida juda g'alati ko'rindi. Vaqt o'tib bu mavzu go'yo yo'qolib ketgandek bo'ldi. Axborot shovqini boshqa yangiliklar bilan almashdi. Hikoya yopilgandek tuyuldi. Studentlik vaqtida shunaqa mavzularga qiziqardim va Epstein haqidagi mavzu bir vaqtni o'zida ham qiziqarli, ham yoqimsiz edi. Shunaqa narsalar mavjud bo'lishi mumkin degan fikrning o'zi meni jahlimni chiqarardi. Pedofiliya, satanizm, bolalar qonini ichish. Do'stlarim bilan, hatto otam bilan ham muhokama qilardim. Odam o'shanda bu fantastika-ku. Senga nima kerak bu bunaqa lishniy muammolar deb urushib bergan edilar. O'sha paytda bu haqiqatdan ham mantiqsizlikka o'xshab ko'rinardi. Ammo bir necha yil o'tdi. Va bugun nafaqat Amerika interneti, butun dunyo yana Jeffrey Epstein ishi haqida gapirmoqda. Uning fayllari haqida, ro'yxatlari haqida, hujjatlari haqida. Va endi bu fayllar ochilib boshladi. 30-yanvar kuni AQShda Jeffrey Epstein ishi bo'yicha yangi hujjatlar e'lon qilindi. Umumiy hisobda 3 million sahifa, 3 million yangi sahifa paydo bo'ldi. Ularda Donald Trump nomi kamida 3000 marta tilga olinadi. Xususan ayrim joylarda u go'yoki 13 yoshli qiz bilan aloqada bo'lgan. Hattoki uning golf klubi hududida jasad ko'milgan bo'lishi mumkinligi haqida da'volar keltirilmoqda. Ommaviy axborot vositalari bu holatni AQShning amaldagi prezidentini imidji va obro'siga juda kuchli zarba deb baholamoqda. Albatta, Trump e'tibor markazida bo'lishni juda ham yaxshi ko'radi. Ammo uning ismi pedofil Jeffrey Epsteinning jirkanch fayllarida paydo bo'lishi mutlaqo boshqa masala. Adliya vazirligi Epstein ishi bo'yicha 3 milliondan ortiq sahifalik materialni oshkor qildi. Ular orasida 2 milliondan ortiq video va 180 mingta rasmlar mavjud. Yangi e'lon qilingan fayllarda eng ko'p muhokama qilinadigan epizodlardan biri go'yoki 30 yil avval New Jerseyda sodir bo'lgan. Unda Trumpning 13-14 yoshli qiz bilan uchrashuvi tasvirlanadi. Go'yoki Donald unga tegajog'lik qila boshlagan va oxir-oqibat uni zo'rlagan. Bugun bu voqeani eng yirik xalqaro ommaviy axborot vositalar qayta chop etmoqda. Bulardan Britaniyalik The Telegraph va amerikalik
Newsweek jurnali. Ba'zilar hatto qo'shimcha tafsilotlarni ham topishgan. Go'yoki Tramp qizni urgan ham. Shu bilan birga ommaviy axborot vositalari albatta shuni ta'kidlaydi. Bu voqeaning haqiqat ekanini isbotlovchi hech qanday dalil yo'q. Bu shunchaki FBI bir necha yil davomida to'plagan ulkan arxivda uchraydigan hikoyalardan biri xolos. Yanvar oyidagi Epstein fayllarida faqat xatlar, videolar va suratlar emas. U yerda tergov doirasida yillar davomida so'roq qilingan ko'plab guvohlarning ko'rsatmalari ham bor. Masalan, arizachilardan biri shunday deydi. U 30 yil avval Trampning Kaliforniyadagi ranchosida bo'lib o'tgan orgiyada qatnashganini aytadi. Ayrim qizlar esa o'sha paytda go'yoki o'ldirilgan va golf klubi hududida ko'milgan emish. Hujjatlarda Mar-a-Lago rezidensiyasi ham tilga olinadi. Bu Floridadagi Tramp juda yaxshi ko'rgan joy. Uning shaxsiy villasidir. Yaqinda u yerda Zelenskiy bilan muzokaralar ham o'tkazilgan. E'lon qilingan fayllarda esa Jeffrey Epstein go'yoki boylar uchun mo'ljallangan qandaydir auksion uchun u yerga bolalarni yetkazib bergani aytiladi. Yana bir bor ta'kidlash kerak. Bu ayblov emas va 100% isbot ham emas. Bular faqat guvohlar so'rovi natijasida olingan ma'lumotlar. Jeffrey Epstein kim bo'lgani va nega hamma bu fayllar bilan bunchalik shug'ullanayotganini eslatib o'tishni ayni vaqti. U haqida kam bilganlar uchun. Epstein amerikalik moliyachi. U 1953-yilda Nyu-Yorkda tug'ilgan. Avval o'qituvchi bo'lib ishlagan. Keyin Milliy investitsiya bankida faoliyat yuritgan va oxir-oqibat o'zini shaxsiy moliyaviy firmasini tashkil qilgan. Boyligi tufayli u AQShning eng taniqli insonlar, siyosatchilar, biznesmenlar va mashhurlar davrasiga kirib qolgan. Balki buni aksi bo'lgandir. Ya'ni u moliyachi sifatidagi maqomni aynan elita bilan tanishgani orqali qo'lga kiritgan. Ammo bu uning hikoyasidagi eng muhim jihat emas. Agar pedofiliya va odam savdosi bo'yicha ayblovlar bo'lmaganida, Epstein AQSh elitasi atrofida doim aynalib yuradigan g'alati shaxs sifatida qolib ketgan bo'lardi. 2000-yilning boshida Florida shtatida politsiya Palm Beach shaharchasidagi Epstein uyida qizlarga zo'ravonlik qilinayotgani haqida xabar ola boshladi. Ammo o'shanda hech qanday chora ko'rilmadi. Faqat 2005-yilda jinoyat ishi ochildi. Epstein qo'shmachilik bo'yicha hibsga olindi. Lekin 2008-yilda u tergov bilan kelishuvga erishib, atigi 1,5 yil qamoq jazosini oldi. U ham deyarli ramziy ma'noda edi. 11 yildan so'ng ish qayta ochildi va yangi ayblovlar paydo bo'ldi. Voyaga yetmaganlarni jinsiy ekspluatatsiya qilish maqsadida odam savdosi. Aynan o'sha paytda Epsteinning Virjiniya arxipelagidagi oroli haqida hikoya yuzga chiqdi. Uning rasmiy nomi Little James. Orol to'liq moliyachiga tegishli bo'lgan va u yerda uning villasi joylashgan. Ayblov tomon guvohlarning ta'kidlashicha, Epstein qizlarni aynan shu yerga olib kelgan. Bunday ayblovlardan keyin 18 oylik qamoq bilan qutulib bo'lmaydi. Rasmiy versiyaga ko'ra, Jeffrey Epstein hukm chiqarilishidan oldin o'z joniga qasd qilgan. Bu 2019-yil 10-avgust kuni, ya'ni hibsga olingandan bir necha hafta o'tib sodir bo'lgan. Bu ishning izi hozirgacha cho'zilib kelmoqda. Ayblanuvchining o'limidan ko'p o'tmay, ommaviy axborot vositalari ko'plab maxfiy hujjatlarning mavjudligiga e'tibor qaratdi. Ularda mashhur insonlarning ismlari bor degan taxminlar paydo bo'ldi. Ya'ni Epsteinning o'sha mashhur tanishlari va do'stlari. Faqat 2024-yil yanvarida hujjatlarning birinchi paketi maxfiylikdan chiqarildi. Ularda AQShning sobiq prezidentlari Bill Clinton va Donald Trump, Buyuk Britaniya qiroli Charles III ukasi shahzoda Andrew, New Mexico shtatining sobiq gubernatori Bill Richardson va yana ko'plab boshqa shaxslar tilga olingan. To'g'ri, ularning Epstein bilan aloqalari haqida avval ham ma'lum edi. Yangi hujjatlarda yana bir qancha yangi shaxslar paydo bo'ldi. Masalan, mashhur illyuzionist David Copperfield moliyachi bilan tushgan suratlarda ko'rindi. Shuningdek, Bill Clinton, Michael Jackson, Bill Gates ham tilga olingan. Hatto O'zbekistondan taxminan Samarqanddan bo'lgan bir qiz bilan yozishmalar ham topilgan. Maktublarda u moliyaviy qiyinchiliklar haqida yozadi va juda sog'inganini tan oladi. 2014-yilda uning O'zbekistondagi bank hisob raqamiga Epsteinning advokati tomonidan $5400 o'tkazilgan.
Shuningdek, Parijga aviachipta xarajatlari ham to'lab berilgan. Hozir e'lon qilingan hujjatlarda jurnalistlarning e'tiborini ayniqsa Elon Musk va Epstein orasidagi yozishmalar tortdi. Maktublardan birida moliyachi Elondan orolga uchadigan vertolyotda nechta odam bo'lishini so'raydi. Musk esa ehtimol u va o'sha paytdagi rafiqasi bo'lishini yozadi. Musk tomonidan yana bir savol berilgan. Bizning orolda eng telba bazm qaysi kuni yoki kechasi bo'ladi? Epstein esa yangi yil boshi tashrif uchun yaxshi bo'lishini aytdi. Oxirida always space for you deb qo'shib qo'ydi. Bu so'z uyini sen uchun har doim joy topiladi yoki sen uchun har doim kosmos bo'ladi deb tarjima qilish mumkin. Xullas, tushundingiz. Elon Muskning o'zi esa 2025-yil sentyabrida o'sha rasvo orolda umuman bo'lmaganini ta'kidlagan. Bu yolg'on narrativ tarqatayotgan har qanday odam nafratga loyiq. Epstein meni orolga olib borishga uringan, lekin men rad etganman. Elon Musk 27-sentyabr 2025-yil. Haqiqatan ham fayllarda Muskning oxir-oqibat orolga borganini isboti yo'q. Yoki bu fayllar hali e'lon qilinmagan bo'lishi mumkin. Ammo aniq aytish mumkinki, Max Epsteinning mashhur oroliga borishni rejalashtirgan. YouTube statistikani ko'rib chiqdim. 98% odamlar videolarimni obuna bo'lmasdan ko'ryapti ekan. Va qayta ko'rayotganlar ham obuna bo'lmayapti ekan. Sizlarning obuna bo'lishlaringiz men uchun nima beradi? Birinchisi, bu albatta juda ham katta motivatsiya. Ikkinchisi, sizlar uchun sifatli va doimiy kontentni qo'yib borishim. Поэтому albatta obuna bo'ling va iloji bo'lsa like ham bosib qo'ying. Bill Gates bilan bog'liq tafsilotlar ham juda qiziqarli. Microsoft asoschisi Epstein bilan birga tushgan suratlar allaqachon dekabr fayllarida paydo bo'lgan edi. Endi esa ommaviy axborot vositalari Gates go'yoki rossiyalik qizlar bilan jinsiy aloqadan so'ng tanosil kasalliklarni yuqtirib olgani haqida yozilmoqda. Bu haqida Epsteinning o'zi 2013-yil iyulda o'z-o'ziga yuborgan maktubida yozgan. Nima uchun o'ziga yozgan? Bilasiz, ba'zi odamlar buni eslatma yoki qayd sifatida qilishadi. O'sha maktublardan birida Jeffrey Gates xotini uchun dori so'rayotganini shikoyat qiladi. Ya'ni go'yoki u chap tomonda bo'lgan jinsiy aloqadan keyin xotiniga ham kasallik yuqtirib qo'ygandek ishora bor. Albatta, rossiyalik qizlarni Epsteinni o'zi o'ylab topgan bo'lishi mumkin. Bunga hech qanday dalil yo'q. Ammo jurnalistlarning fikricha, bu hikoya baribir shubhali ko'rinadi. Arxivda Epsteinning Gatesga yozilgan Chernavik maktubi ham bor. U yerda go'yoki Bill Gates Epsteindan kasallik haqidagi elektron xatlarni o'chirib tashlashini so'ragan. Melinda, ya'ni xotiniga antibiotiklar topib berishni so'ragan. Va yana tasavvur qilyapsizmi? Jinsiy a'zosini tavsifini ham so'ragan. Bill Gates, конечно, bu nazariyalarni tan olmadi va Bill Gatesning vakili bularni barchasini tezda rad etdi. Yanvardagi e'lonlar hokimiyatga yaqin bo'lgan shaxslar orasida ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Avval aytganimdek, ro'yxatlarda Buyuk Britaniya qiroli Charles 3-ning ukasi Shahzoda Andrew ham tilga olingan. Endi esa Epstein bilan uning 2010-yil 27-sentyabrdagi yozishmalari e'lon qilindi. Bu yozishmalarda Epstein Gersig taxallusli shaxs bilan muloqot qiladi. Bu shaxsning elektron pochta manzillari maxfiylangan. Ammo matn shunday: hozir Shotlandiyadan chiqyapman. 18:00 ga yetib boraman. Agar qo'ng'iroq qilish mumkin bo'lgan raqam bersangiz, yetib kelganimda qo'ng'iroq qilaman. Yoki to'liq maxfiylik uchun Buckingham saroyida kechki ovqat qilsak ham bo'ladi. Imzo A. Aniq tasdiqlash mumkin emas, ammo imzo ortida aynan Andrew turganini ehtimoli juda yuqori. Buni Buckingham saroyini o'zi sezdirib turibdi. Darhol aytib o'tish kerak. Barcha ommaviy axborot vositalari hech narsani qat'iy aytib bo'lmasligini yozmoqda. Lekin bu hammasi quruq gap emas. Shamol bo'lmasa daraxt uchi qimirlamaydi. Bu seryozni tergov materiallari. Bu sariq matbuot fotomontaji emas. Ammo sud qarori bo'lmagan sababli qonunan buni aniq haqiqat deb aytib bo'lmaydi. Keyingi xabarlardan birida Epstein ushbu Gersigni 26 yoshli rossiyalik ayol bilan tanishtirishni taklif qiladi. Yozishmalarda jinoyat alomatlari yo'q.
Ammo Buyuk Britaniyada bu katta janjalga sabab bo'lishga ulgurdi. Yana bir ism Govard Lyutnik. U o'z ismini yashirmagan. Lyutnik AQShning amaldagi savdo vaziri va Trampning yaqin hamkori. E'lon qilingan hujjatlarda 2012-yilga oid xatlar bor. Ularda Lyutnik va uning oilasi Epstein orolida tushlik qilishini rejalashtirgani aytiladi. Bu esa uning siyosiy faoliyati uchun juda muhim detal. Chunki vazir avvalroq go'yoki 2005-yilda Epstein bilan barcha aloqalarni uzganini da'vo qilgan edi. Shuningdek, Epstein Steve Bannon bilan ham yozishgan. U Trampning birinchi prezidentlik davrida uning katta maslahatchisi bo'lgan. Umuman olganda bu hujjatlarda AQShning hozirgi prezidenti Trampning soyasi u yerda, bu yerda doim ko'rinib turadi. Fayllar e'lon qilinishi bevosita Trampning siyosiy faoliyati bilan bog'lanmoqda. Ularni tanishligi tasdiqlangan fakt. Mana masalan, ular bir bazmda birga. Demokratlar uzoq vaqtdan beri Epstein fayllarini e'lon qilinishini talab qilib kelishgan. Ular bu Trampning siyosiy karyerasiga zarba bo'lishi va kompromat chiqishiga umid qilishgan. Va Trampning pozitsiyasi faqat mishmishlarni tasdiqladi xolos. U uzoq vaqt fayllarni e'lon qilishdan bosh tortgan. Faqat mana bir necha oy oldin fikridan qaytgan. Noyabr oyida Trump respublikachilardan Min'yuz hujjatlarini oshkor qilishga majbur qilinadigan qonun uchun ovoz berishini so'radi. Ammo demokratlar baribir norozi. Ularni aytishicha, yetarli asos ko'rsatilmasdan yana taxminan 2,5 millionta hujjat hanuz yashirinib kelmoqda. Hozircha Epstein ishi bo'yicha yangi ma'lumotlar shu zahotiyoq Trampning siyosiy faoliyatiga nuqta qo'yadi deb aytish qiyin. Guvohlarning, jabrlanuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan ayollarning ko'rsatmalari hozircha aniq dalil sifatida ko'rilmayapti. Ammo ommaviy axborot vositalari aytishicha, nazariy jihatdan bu holat prezidentni impichmentga yaqinlantirishi mumkin. Shuningdek, Trump jamoatchilik e'tiborini boshqa tomonga burishi mumkin degan gaplar ham bor. Masalan, yangi infopovod tashab, barchani diqqatini Epstein fayllaridan chalg'itish. Eng ko'p muhokama qilinadigan variantlar Eron rahbariyatiga qarshi hujum, Kubada davlat to'ntarishi yoki yana qaysidir latinoamerikalik diktatorni o'g'irlash. Internetda bu ish bo'yicha juda katta hajmda ma'lumotlar mavjud. Men eng muhim narsalarni imkon qadar ixcham va tizimli ravishda roligim formatiga joylashtirishga harakat qildim. Bu rolik chiqish paytida albatta yana qo'shimcha materiallar ochiladi va ko'proq ma'lumotlar paydo bo'ladi. Agar yana shafqatsiz materiallar, og'ir jinoyatlar faktlari, yangi ismlar oshkor bo'lsa, men albatta Telegram kanalimga barcha ma'lumotlar bilan bo'lishaman. Shuning uchun kanalga o'ting. Hammaga xayr. Gitler bo'ldik, yo'q.